Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Rozi. Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2022 yıl, 2. ayının 25. günü. Vaziyet, Ukrayna vaziyeti hazır xilmi-xil. Mesela Rusya armiyası nimiş kıldı. Ukrayna armiyası nimiş kıldı. Uruşqa endi vatandaş, uruş meydanı. Muşa haberler kelivatıdı. Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden Ukraynani qo'llash va Rossiyani qo'llash o'rtasida ishkilinib gangrab turayotgan jungo hukumati ning ismini atamay turib tanqid qildi yoki eg'izga oldi degan gap. Masalan, sen Rossiya taraf tuturding, Ukrayna taraf tuturmading degandek. Biz bugün sizlarga shuning munosabatli leksiyalarni so'zlaymiz vatandoshlar. Mavzumundaq. Prezident Joe Biden ismini atamay turib jungoga ogohlantirish berdi. Mavzuda xabar 2. ayning 24. kuni Senat orbitida e'lon qilindi xabar. Bunday boshlan. Rossiya Ukraynaga hujum qildi. Jungo Moskva doiralarini tajovuzchi deb atashni loyiq ko'rmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bugun mundaq ko'rsatdi. Har qanday davlat agar Rossiyaning Ukraynaga hujum qilishini qo'llaydi ekan, yetim qoladi va o'ziga qora dog' surkab oladi. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Rossiya Ukraynaga quruqlik, dengiz, havodan hujum qildi. Ukrayna harbiy qismlari o'z tarafdan hujum qilib kelayotgan Rossiya qo'shinlariga qarshi shiddat bilan elishdi. Bu urush 2. Dunyo urushidan keyingi Yevropa yakka duch kelgan zo'r ko'lamli hujum deb sanaldi. Prezident Joe Biden Aqsaray muxbirlarga suhbat bayon qildi. O'xshashla yana boshqa ittifoqdosh davlatlar bilan birlikda yana bir qatam qattiq embargo qilishni yo'lga qo'ydi. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning harakatlari butun dunyoga erkinlikni xatarga yo'liqtiradigan daqiqalardagi harakatdir. Butun dunyo xalqi oldida erkinlikni xatarga yo'liqtiradigan daqiqalardagi harakatdir. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putin xalqaro sahnada chashqonga aylanib qoldi. Har qanday davlat agar Rossiyaning Ukraynaga qip-yalang'och hujum qilish harakatlarini qo'llaydi ekan, yetim qoladi va o'ziga qora surkab oladi dedi. Lekin jungo degan ismni eg'izga olmadi. Rossiyani yetim qoldirish uchun jungoga ruxsat beramsiz deb savol qo'yilganda, mening bu to'g'rida javob berish tayyorligim yo'q deb javob berdim. Yo'q, ruxsat beramiz emas. Rossiyani yetim qoldirish uchun jungoni rag'batlantiramsiz deb savol qo'yilganda, mening bu to'g'rida javob berish tayyorligim yo'q deb ko'rsatdi prezident Joe Biden. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Prezident Vladimir Putinning harakatlari dunyoning kelgusi xatarlik manzarasida ko'rsatib turibdi. Ya'ni har qaysi davlatlar qurolli kuch bilan harakat qiladigan manzarani ko'rsatib turibdi. Ba'zi geopolitik siyosat tahlilchilari mundaq ko'rsatdi. Rossiyaning harakatlari balkim Tayvan masalasi bo'yicha harakatga keltirish mumkin. Rossiyaning harakatlari balkim Tayvan masalasi bo'yicha jungoni harakatga keltirishi mumkin. Prezident Joe Biden Ukrayna to'g'risida fikr bayon qilishdan burun jungo tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying har qaysi taraflarning o'zini tutib elishi, Ukrayna vaziyati kontrollikdan chiqib ketishdan saqlanishi lozim deb ko'rsatdi. Biroq Fransiya agentlik kayni-kaynda savol qo'yilganda bayonotchi Hua Chunying bilan muxbir o'tirisi bir-birisiga chechilish yuz berdi.
Prezident Vladimir Putin Ukraynaga hujum qiladiganligini Jungoga aytib berganmi? deb savol qo'yilganda bayonotchi Xi mundaq dedi. Rossiya mustaqil o'z-o'ziga xo'ja davlat, o'zi-o'ziga xo'ja bo'lgan holda o'zining hukm qilish va manfaati asosida voqealarga baho berib, diplomatiya va strategik siyosatlarni yo'lga qo'ydi. Demak, bu tajovuz qildi, tajovuz degan gap mi yo'q? Yoki Ukraina tarafı turimiz, turmaymiz degan gap mi yo'q? Bu yerda jur'atlik holda shu urushning xarakteriga Jungo hukumati baho berishni xohlamayotdi deganga.